Bismillah. Akalar haqiqiy Qirg'iziston Bishkek ko'chkorlarini arzon narxda olmoqchimisiz? Arzon olish uchun aka haqiqiy arzon joyda olish kerak. Bugungi video syomkalarimizni sizga tavsiya qilaman aka. Bugungi syomkamizda chiqadigan qo'zlar o'ylab o'tirmay o'zimga bering deb tavsiya qilaman. Haqiqatan arzon bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari mana shunday yirik asl Qirg'iziston Bishkek qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugungi syomkalarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani akalar Qatag'onda bo'ladi. Abdulhakim do'stimizning qo'y fermalarida. Bugungi chislalarimiz aka 25-noyabr 2025-yil akalar. Bugun hafta kuniga seshanba. Qarang, noyabr ham tugayapti aka. Ko'pchilik o'ylanishda, hali ham qo'y olsammikin, olmasammikin. Aka, sizga tavsiya qilaman, oling. Iloji boricha qo'yib qoling. Sizga tavsiya qilaman akalar. Shuning uchun videoni oxirigacha kuzatavering. Bugunga 5 partiya, 4 partiya qo'y chiqadi Abdulakim. 5 partiya qo'y chiqaramiz aka, obunachilarimiz. Lekin qo'yimiz soni ko'p aka. Chiqmaydigan qurollarimiz ham bor. Kelishaveradi, xudo xolsa hammalarni ishlarini chiroyli bitkizib beramiz aka. Bitadi akalar. Xudo xolasa like bosib turaverasiz. Birinchi partiyamizga necha boshadi Abdulakim? Birinchi partiyamizga ham aka 20 dona aka, bir pachka. Bir kishilik aka, mana shunaqa chiqariladi. O pakalenani qarang, mana shuni o'zida 1 2 3 4 5 ta qo'rab chiprang to'la. Aka 50 ta 60 ta qilib haydab qo'ygandan keyin 20 ta qilib haydayapmiz aka. Davomat az bo'lsa aka, o'zlashtirish keng bo'ladi. Shuning uchun iltimos, kelishga imkoniyati bor aka-ukalarimiz bo'lsa, kelib ko'rib olasiz. Kelishga imkoniyati yo'q aka-ukalarimiz telefon orqali aka hamma ma'lumot beriladi. Mana shu qo'ylar 4,5 ni pastda o'g'ay yo'qda. Lekin bugun 4,5 degan narxlar tilga olinmaydi Abdulakim. Ha, 4,5 degan narxlar tilga olmaymiz aka. 47 48 dan yuramiz aka. 4,5 degan narxlar aka tilga olinmaydi bugun. Xudo xolasa 4,5 millionni pastda bo'ladi hammasi. Qo'chqorni zo'rlari xudo xolasa. Xo'p, yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi aka 9-10 oylik atrofida aka. Oz-ozdan yemini yeb turgan aka, mana yemga urganib orqasidan yugurib yuribdi jonivorlar aka. Endi Abdulakim bitta narsa, ko'pchilik aytayapti, metr qo'y deyapti. Xalq ko'rsin deyapti. Metrimiz bormi? Bor aka, o'lchab berdik, o'lchab beramiz aka. Ko'rsatib o'tib ketaylik. Hech muammosiz aka. Mana syomkada 20 ta qo'yda hammasini o'lchab bo'lmaydi, lekin yana bir qator olayotgan qo'yingizni, tanlagan qo'yingizni bo'yini o'lchab ber desangiz, o'lchab yana tashlab berilaveradi aka. Mana Qirg'izistondagi aka, mana ko'gi 80 sm, tamom. Ushlayvering, tars ushlang. Hammasi qo'chqardingiz-a? Hammasi qo'chqar aka, ichida kichmahtasi bo'lsa joyda qoladi. Chahtasi bo'lsa aka joyida qolaveradi, xotirjam aka. Ko'ngil to'q. Tumshuqlariga ham bir qarang, qo'y olayotgan qo'yingiz mana, tumshuqlariga ham bir qarang. Bu aybi nuqsoni yo'q. Hammasi akalar toza variant. 80 sm plus ekan. Xo'p, aka 80 plus minusga olsan, 80 sm plus. Ha, bu metrlab sotilgan material emas aka. Narxini qancha deymiz Abdulhakim? Narxi keladigan bo'lsam aka, buni 48, 47, 5 deb befoyda narxda aytish kerak yo'q aka. 4 million 500 mingdan kami bor aka. Qo'ydi. Kami borlig'ini boshida aytdik biz. Bo'ldi 100 mingdan kam. Mana. Baribir aka olasiz aka. 4 million 400 ming so'mdan. 4 million 400 ming so'mdan aka. Xudo xolasa dastavkaga qayergacha qilyapmiz? Dastavkasimi aka? Dastavkasi 20 tasini oldim degan obunachingizga aka, Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman aka. Aka, og'am pulingizni ichida Samarqand viloyatigacha aka, O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyatigacha yetib boradi. Keyingi o'rinda qo'ydi quyruqlariga ham e'tibor bering aka. Hammasini aka dumbalari kam yog', sergo'sh variant. Qirg'izistonning qo'yini o'zi boqqan inson biladi. Kam yog' bo'ladi, sergo'shroq bo'ladi. Aka, yana bitta gapda. Mana biz chiqaryapmiz, obunachilar telefon qilaveringlar, xudo xolasa, palanchidan qo'ydi-yu, pistonchidan qo'ydi-yu, men bitta olardimmi, ikkita olardimmi degan hayol bo'lmasdi. Bitta olaman degan obunachini ham aka, ikkita olaman degan obunachini ham chiroyli ishlarni bitkazib beramiz-da aka. Qo'yim ko'p, maqsad sotish aka. Mana sovuq tushib qoldi-da, ko'p vaqt olish kerak aka. Mana 20 tasini bir yerga olaman degan marta obunachingiz bo'lsa aka, yigit kishini yigit kishi qo'lda deyman har doim aka. Mana udor obunachilarni 4 million 200 ming so'm. Baribir aka, mana olasiz. 43mi? 43 unaqa befoyda narx emas aka. 4 million 200 ming so'mdan bir yerga sotdim aka. Xohlagan bozoringizga sochtirib kelavering. O'zingizga bering bo'lib ko'ring. Mana shuni aytaman. Jupini aka 9 milliondan kamiga hech qayda bermaydi mana shuni. Juplab olaman, ikkita, 3ta, 4ta qila olaman siz aka. 4,5 pastda ish bitmaydi. Dangalga aytadi, betingizga aytadi. 4,5 million pastdagi ish bitmaydi. Uzr, xafa bo'lmang, xafagarchilik kerak yo'q. Biz ham og'amiz deydi. Lekin aka sizga mana arzonchilik. Mana arzonchilik aka. Imkoniyat bor, insonga aka, yigit kishiga omad beriladi, lekin buni foydalanish o'zining qo'lida. Foydalanish, ushab qolish o'zining qo'lida. Mana chiqib turibdi.
4,5 milliondan realni arzon chiqib turibdi. Ko'rib turibsiz, pichma, sovliq qo'yilmayapti. Sovliq ham 4 million 38 42 qilib sotilyapti. Mana sizga qo'chqor. Aka, bundayda qarang. Obunachilarni siz bozorga borib olaman desa ham aka, borin 43 dan olib qo'ysa ham aka 100 ming so'm rasxoti bor. Dangaligapti, yo'l kira qilaman, boshqa qilaman. 4 million 200 ming so'mdan aka tallab olsin, optim bir yerga olaman degan mart obunachini telefon qilsa aka 4 milliondan uylarga yetkazib beraman. Mana bar aka, mana olsa aka. 4 million so'mdan aka. Mana sizga. Liboy bozorlariga hamma yerlarga solishib ko'rish o'zini qo'ydi aka. 4 million so'mdan aka o'zingizga verin bo'lib kelavering. Mana sizga imkoniyat. Endi mana shuni ham qimmat deb yozadigan inson chiqib qolsa, aka qo'ya olmaydi u inson. U odamga bekorga berish kerak. Bu ham aka 4 million so'mdan men o'zimga uverim arzon deyapmanmi? Qo'rqmasdan Liboy bozorlarga solishib kelib olish olsa aka 4 million so'm darim yer aka. Bitta narsani aytaymi aka? Mana shu qo'y qimmat olsa endi bilmadim aka. Bu qo'y ham olingan, hammaniki ham tirikchilik aka. Hammaning maqsadi 5-4 so'm pul topib, uyimga halol mehnat bilan oilamga olib kiray deydi hamma ham aka. Endi faqat hali aytadi-yu, faqat o'zim bo'lay emasda aka. Yon atrofdagilar ham o'ylaylik. To'g'risiga. Bu haqiqat aka. Bizga ham to'g'risiga 5 ta barmoqda o'zatib qolish kerak emas. Dangaliga ozginadan men aka mehnatimizga yarasha foyda qilsa biz ham sotamiz aka. Arzon bo'lgan bo'lsa mana shu Abdulla Hakimni otangga rahmat deb yozib qo'ying. Olsin mana aka. Telefon qilishga shoshilavering. Bu hali birinchi partiyamiz. Bundan keyingi vaqt arzonlari bor yana. Endi akalar ikkinchi partiyalarimizga qorralaridan, kashtallaridan yo'qmi Abdulla Hakim bir 30-40 ta bo'lsa tortdim deydigan mana shu narxda bo'lsa deydigan akalarimiz bo'lsa, ana sizga aka qora variantlari. Bu yirikroq ekan lekin bo'ychan, ancha bo'ychan aka. Oyoq qo'liga ham aka, onasiga ham yirik aka. Yemini ham yeb turgan qo'chqirlar aka. Kamyoq, serigosh variantlar aka. Yosh oyligi aka 9-10 oylik atrofida aka. Xo'p, bo'y vaslani chiqadi. Bo'y vaslani bir qator o'lchab beramiz aka. So'z isboti bo'ladi. So'z isboti bilan aka. Olib keling. Qani, bismillah. Olib keling. Sirrazi metrlab o'lchab ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'ydi qarang aka. Jasad qarang. Bu chavib. 6 oylik qo'zilig'ida ham 3 million, 3,5 million sotilgan aka. Xafa bo'lmang, endi to'g'risi gap. Haqiqatda bu. Siz tan olasizmi, tan olmaysizmi? Men tan olamanmi? Qizig'i yo'q. Mana 3,5-3 million oralig'ida sotilgan ekan mana shu qo'ylar. 80-78. Tamam. Nima deymiz? Aka 80 plus minusga olish olsin. 9-10 oylik atrofida yemini yeb turgan qo'chqar aka. Soniga keladigan bo'lsa 25 dona. Yo'q. 22 ta aka. Narx qancha Abdulla aka? Narx keladigan bo'lsa ham aka, o'zingiz ham realni mana aka qo'yni tepasida turibsiz-da. Qo'y aka bundan oldingidan kuchli qo'y. Bundan oldindan kuchli qo'y. Aybi qora. 4 million 200 ming so'mdan bo'lsa bular sotdim. 4 million 200 ming so'm. Abdulla aka. Mana mart bo'lyapti aka, endi undan kuchli o'zingizdan tanab turibsiz, gapirib turibsiz jon aka. Mart bu. Boshqa gapni keragi yo'q. Bo'ldi 41 dan qilib beraman. Mart bu. 41 dan qilib beraman jon aka. Abdulla aka, buni ushab turmaylik, buni sotaylik. Yo, maqsad sotish 41 dagi darim bo'lyapti aka. 4,5 million qo'yib ichida 4,5 million aka. Bozorda 4,5 million olishilmaydi jon aka. Tilimga javob qo'ydi ko'rsatib qo'ying aka, qo'ydi ko'rsatib qo'ying aka. Liboy qaysi aka? Mana shundan, mana hop, mana ismi Janvar, yomon o't ekan. Liboy nima aka? Uni ushab ko'rsatib qo'yaman. 4 million so'mdan qayda beradi jon aka? 4 milliondan. Sizda. Yo, menda undan men paxta qo'yibdi demang undan. Aka gapsiz yo'q aka, 22 tasini bir yerga olaman degan mart obunachisi 4 milliondan. Bor aka. Olsin mana aka. Buni ikkinchi kunga keragi yo'q. Maqsad sotish aka buni. To'g'ri. Shunday eshigingizdan bor, oldingi birinchi 10 oyoq kirgandan boshlab aka qo'y foydaga kirdi. Qo'y foydaga kirdi. Qo'y bir tutam hashah yedi foydaga kirdi ishonavering. Mana qo'ylar aka 4 milliondan qayda beradi jon aka? 4 million so'm mana. Hamma yerga va sochib kelishimiz aka. 4,5 million qo'ydi narx aka. Qadringa yetganda qadrdoni bo'ldigan. Dengel gap, qadrlab narx aytilyapti. Bundan ortiq gap bo'lmang. Mayli topolsangiz o'shani olaver. Men aytibman, mana men o'zimga shuncha qo'ydi ichida yurib, bilganlik bundan arzoni bo'lsa, topolsangiz olaver. Topolsangiz olavering aka. Men qarshiligim yo'q.
Beyde Aka. mecburlab qo'y sotmayapsizlarmi? Mecburlar qo'y sotmaymiz aka. Oldindan pul talab qilmaymiz aka. Uylarga borganda qo'yni ko'rib keyin pul sanab berishaveradi aka. Mana shu o'g'il. 4 million so'mdan 22 tasi yurakdan chiqdi baraka olishsin. Baraka aka mana. Mana shu bolaga bitta rahmat aytib ko'rasiz aka. Yo, aka. To'g'risini gapiring. Yaxshilab kimdir niyat qilgan ekan, chiroyli qilib tahoratlarni olib, niyat xolis qilgan ekan, ishonaver. Mashq 4 million pastda emas. 4 million pastda aka. 4 million pastda qo'yib beramiz. Men mo'ljallayman, qarab Ha. turing. Siz 200 mingni o'tasiz hozir. 200 Mana million. Didiyanni 200 gapiravering. millionga ko'payib ketadi. Halol Sardor gaplashaylik. aka 200 millionga ko'payib ketadi aka. Hozir ham misol 42, 44 dan deb 400 mingni o'tib berdingiz. Endi aka birinchi partiyani haqiqatdan arzon qo'yib berdik. Realni aka. To'g'risi gapda bu yerda qo'ydi birinchi partiyani 4,5 million aka. Arzon qo'yib berdi, sotish aka maqsadimiz. Buni ham sotish aka. Gap so'z yo'q aka, yigit kishini o'zini sindirmaganman aka. Soni nechta? Soni 18 dona aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligim aka 8 oylik plus minus aka. 8 oylik akalar atrofi endi yuzlariga qarang, birortasini tanga deb bor yo'qda, ammo bunnisini oqqani bir malamujisi, qo'ydi ichida bir o'zgarmaydigan bir kalta kultasi, bir aybi nuqsoni bo'lsa aka qo'y joyida qolaversin. Hamma yo'g'i kelgan aka qo'ydi. Bo'y vastilari 75 sm plusi ham bor, minusi ham bor. Bu halol bo'lsin. Yo'q, rost 75 plus minus aka. Agar bu 75 tepasi o'g'inda bu qo'ydi narxi aniq 100 ga 100, 41-42 edi. O'lchab beramiz aka. 80 ekan, uzr adashibdi. 41 ekan a? Bo'ldi, 41 dan ketaveradi aka. Qarang, mart bo'lamiz. Labis qilindi. Aka bitta ikkita o'lchab qo'ying. Labis qilindi. Aka 4 millionni pastda deb katta ketdimi? 4 millionni pastda aka, unaqa bizda aytdim yo'q aka. Bo'ldi mana uni aka 3 million 800 mingdan sizlar o'zini sindirmadim. Barbar aka mana aka. 3 million 800 ming so'mdan 18 tasini bir yerga oldim degan marta obunachilik ketdi aka. Bilsangiz, mana bilgan insonga bu qo'yni ta'riflash shart emas. 38 da o'z arzonligini turibdi. Bilib turibdi, ko'rib turibdi. Faqat jazma oldim deb bera olmayapti aka. Oling uytasiz. Yana men sizga aytaman. Yana bitta ish qilamiz, shuni oldim deydigan ish qilamiz. Qo'lni bering aka. Mana uni bir yerga olaman degan marta obunachida yana 100 mingdan aka 3 million yetdi. Barbar aka mana olasiz aka. Bo'lsa bugun bo'lsa obunachilarimiz kuni aka bugun. Endi o'ylangan odam 1 daqiqa olaymikin, olmaymikin, chikin qilgan odam ola olmaydi dangalga. Buni bo'ladi. Ulgura olmay qolasiz aka. 3 million 700 mono qo'ydi, qarang, ikkita 8 millionga qayda. Ertaga borib aka o'zim ololmanmi, ololmaymanmi aka, Xudoga tavakkal, lekin 3 million 700 ming so'mdan tildan chiqdi mana. Og'inga ham sotganga ham barakasi bersin. Baraka aka. Mana shu odamni o'ylantirmaydi mana shu bola. Dangal narxni gapirib bo'ldi. Ish bitadi. 100 ga 100 bitadi. 100 ga 100 qo'ydi tushungan qo'yga liboy shu qo'ydi tushunadigan insonlarga ko'rsatib olaman aka. O'ylanib o'tirilmaydi. Tanlab olsin. Tanlab olsin aka. Optimum arzon qo'yib tanlab olishga 4 million deyapti emas aka. 100 ming qo'sh yoqqan tanlab olsin. Barbar aka mana aka. Mana o'g'il bolaga. Mana yigitcha so'z. Oling, aka. Men deyapman, men mana shu bolani bir aka ukasi emasman aka. Bir qarindosh emasman. O'tgan safar videomizda ham aytdim, bir jigarlik, bir yaqinlik xonamiz yo'q bu bolamni. Bu bolamni ishimiz hamkasbimiz xolos. Bo'ldi boshqasi yo'q. Lekin mana qo'ydi. Arzon chiqqanligi uchun tavsiya qilyapman. Abdulla akam og'inga ham sotqonga ham barakasini bersin. Barakasini bersin aka. Men ham rozimiz. Endi akalar mana bu 4-partiyalarimiz xudo xolosa qora variantdan endi bu yana ham arzon aka. Bilmadim, Hakimboy. Ho aka. Qur'on tozalayapsizmi? Qur'onni yo'q aka. Bo'shatish arzon keldi, arzon sotyapmiz aka. Bo'shatish bo'lyapti-ya. Pul aka arzon kelib qoldi aka, Qur'onni bugun bo'shatamiz. Shuni nolga qo'yamiz aka. Kelgan obunachini ishini savdogar aka, savdogar oladigan narsa bugun dehqon oladi aka. Maza qilsin. Realni. Xo'p, soni nechta? Sonim aka 18 dona aka. 18 ta. Hammasi qo'chqarmi? Hammasi qo'chqar Bu aka. ham Qirg'iziston aka. Quloqda birkalari bor. Qo'rqmay, cho'chimay kelib ko'rib bitta aka. Tanlab mana qo'ydi olmoqchimisiz? Mana shu qo'ydi ushlang-da. Mana shu qo'ydi ushlang. Iltimos, mana shu qo'ydi olmoqchimisiz? Bunday quloqqa nazar solasiz mana. Mana bu yerda nomeri bor. Mana shu nomerni rasmga olasiz, bo'ldi. Tamom. Shuni nomerini aytsa ekan yetkazib berilaveradi aka. Yosh oyligi qanaqa Abdulla? Yosh oyligim aka 8 oylik atrofida aka. 8 oylik atrofi aka. Tug'ilganda debasida bo'linmagan. Xo'p, bo'y vaslar ne chiqadi? Bo'y vastlarim aka, bo'y vastlari 75 ga olish olsin aka. Plus minusga olish olsin 75. O'lchab ham
Ko'rsat. Sirraz o'lchaylik. Olib kel. Qani bismillah. Ushlang. Ushlayvering. Balandroq ekan. Narxi ham birinta bo'ladi kerak. Aka, bir yerga olaman degan marta obunachi bo'yini ko'rdingizlar, bo'y 80 shyapti aka, 75 ga olish olsin mana aka. Ag'i bonus obunachilaringizga narxi 3 million 600 mingdan. Baribir aka mana olasiz aka. Buni 38 dan beraman, 4 milliondan beraman emas aka. To'ppa to'g'ri. Ikkinchi kunda keragi yo'q. 3 million 600 mingdan bo'ldi, tamom. Boshqa gapni keragi yo'q. Ortiqcha gap, qolgan gap ortiqcha. To'g'risi gapda. Oling bo'ldi. Aka, mana shu Abdulla kimdekilak 4 million aka. Orqa partiyamizga bitta bonus ham qilaylik. 5 ta 4 ta olsa 36 dan. Kel. Bilmaydi. Abdulla aka. O'zi narxi ham bonus bo'lib ketyapti aka. Orqa partiyamiz u. Kel, maza qilsin. Maza qilsin. Olsin mana 36 ta. Mana aka aka. 36. Mana qo'ydi bilmayman. Aka 38 ga bozorda bermasa kerak aka. Badani ham aka, To'g'ri. bor, e'tiboshi ham bor. Siz ham dehqonsiz aka, olib borib boqasiz. Endi hozirgi bozor narxi bo'yicha aka bu qo'yiladi 38 ga. Voy aka, bunday qilamiz. Yangili mana. Olsan aka, 36 dan 3 ta tutadi deysizmi? Optimal olsan, optimcha obunachilarimiz ham bor aka. Bir yerga olaman degan obunachilar 3 million 500 mingdan. Baribir aka mana olasiz aka. 3 million 500 ming so'mdan baribir aka, olish olsin. Mana sizga dadil savdo. Mana Bo'y bozorlarga, boshqa yerlarga tilimga javob aka, o'zimga o'verim bu gapiryapman. Solishtirib ko'rib, keyin olish olsin mendan aka. 3 million 500 ming so'm darim aka. Soroyga kelib, mana Namangan viloyatiga tashrif buyurgan xaridor mehmonlarimizni men mana shu bolani qo'yib bermasiga taklif qilaman aka. Har safar aytaman, taklif qilaman. Kelishimiz aka. Ko'ring, rasman qo'ydan 5-4 so'm olib, foyda qiladigan odam bo'lsa, men mana shu bolani qo'lasiga taklif qilaman. Olavering maza qilasiz. Olavering maza qilasiz aka. Hozir ham olib borib, bozorga olib chiqib 5-4 so'm foydasi bor mana shu qo'yda. Bor aka, realni bor. Bor, haqiqat bu. Shuni olib chiqib sotasiz, 5-4 so'm foydasi bor. Mana bolaga bitta otangga rahmat yozib ketishni unutmang aka. Oling maza qiling. Olganga ham sotganga ham aka, barakasini bersin. Baribir aka aka.